Ko'z tegishning asosi va uning ilmiy izohati. Savol. Assalomu alaykum. Ko'z tegishning asosi bormi? Bo'lsa, uning ilmiy izohati nima? Uning oldini olish va davolash tadbirlari-chi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavabatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Ko'z tegish birovning hasad, tarliq bilan yoki biror narsani maqtab qarishi bilan peshkanlikka yo'l qo'yish yoki yomon oqibatga duchor bo'lishini ko'rsatadi. Mashhur muhaddis Ibn Hajar ko'z tegish haqida mundaq degan: Ko'z tegish nachar tabiatli kishining biror narsaga hasad nazarda qarishi bo'lib, bu kam nazar qaralg'uchiga ziyon yetkazadi. Odatda ko'z yomon kishilar biror chiroyli narsa yoki yaxshi aynigan malvaran va yoki kishining zavqini keltiradigan kishi va ya balaga havas qilib ichi kirib hasad bilan qarasa, qaralgan narsaga yoki hayvonga talafot etadiganligi yoki kishi yoki bola og'rib qoldiganligi inkor qilg'il bo'lmaydigan bir haqiqatdir. Lekin ba'zi kishilarda qandaqki bir musibat yetsala, ko'zdan ko'rib oladigan oshirib o'tish xohishimi yo'q emas. Yana ba'zilar ko'z tegishni inkor qiladi. Ko'z yaman kishining birarsiga o'z ko'zining tegib qilish xavfini his qilish haqida Imom Asma'i Alloh o'z zotni o'z rahmatiga olsin. Ko'z yaman birisidan men biror narsani ko'rib zo'qlanib qolsam, ko'zimdan bir xil haroratning chiqqanligini his qilman deganligini naql qiladi. Yana ba'zi kam ko'z kishilar men biror narsaga qadilib qarab, uning tarifini qilsam yoki uni maqtasam, uninga ko'zim tegidi degan. Yana ba'zilar men biror narsaga qarab, uni o'zimga arzu qilsam, uninga ko'zim tegidi. Allohni zikr qilsam, ko'zim tegmaydi degan. Bundaq ko'z yaman kishilar odatda o'zi buni his qila oladi. Anliqroqlari ahvolni sezganaman, birovga ziyon etmasin uchun o'z nazarini boshqa narsaga boraydi yoki mashaalloh, Alloh barakat bersin deb duo qilib o'tadi. Xalq ichida ma'lum kishi, jamoat yoki ma'lum mahalla, yurt kishilari ko'zining yomonligi bilan to'linib ketganmi bo'ladi. Bir butun jamoat yoki bir yurt mahalla kishilarini umumlashtirib aytish qanchalik to'g'ri bir narsa demak tez. Shundaqdimi, odatda ko'z yomon emas, biror narsaga qarab so'qlanib, ishida yoki og'zida maqtab qo'ygan yoki maqtamagan, hasadmi qilmagan bir kishiningmi ko'zi tegishi bor ish. Kishi buni o'zimi his qilmasligi mumkin. Buning misoli ba'zida kishi biror do'stiga yoki o'z bolasiga, mashinasiga yoki uyvoqqa qarab maslikka kelib ketsimi, o'zida kam nazar yo'q turibmi, ko'zi tegib ketadi. Bu vaqtda yuqorqi tarafini o'ttirg'a qo'ygan Imom Ibn Hajar mundaq deydi: Ko'z hasad qilmasimi zo'qlanish bilanmi tegidi. Hatto mahbub, ya'ni yaxshi ko'rguchining salih, ya'ni yaxshi kishilarning ko'zi tegidi. Demak, hasadxo'r yoki sabdil har qanday insonning ko'zi tegishi mumkin. Shunga ko'z, hasadxo'r ko'z va zo'qlang'ich ko'z deb ikki xil bo'ladi. Ko'z faqat insonlardala emas, jinlardanmi tegidi. Chunki Allohning Rasuli sallallohu alayhi va sallam jinlarning ko'zidanmi panohlik tilagan. Bu vaqtdagi hadisni ko'zdan saqlanish haqida to'xtalganda bayon qilamiz. Imom Ibnul Qayyim ko'z tegish ikki xil bo'ladi. Biri inson ko'zi, yana biri jinning ko'zi deydi. Ataqliq adib Abu Osman Amir al-Jahiz yiritqush hayvonlarning ko'zi tegish haqida to'xtalib mundaq deydi: Paris, Hind ulamolari, Yunon tiyoplari, Arab hukmolari va har qaysi yurtlardagi dana tajriba egalari, shundaqla yetuk kalamshunoslar yiritqush hayvonlardagi xiris va g'aljirlik tufayli insonga ko'zi tegib ketishdan qo'rqib, yiritqushlarning oldida g'izolanishdan saqlanadi. Ibn Abbas radhiyallohu anhumadinmi itlar jin toifasining zaiflaridandir. Shunga it kelib qolsa bir narsa tashlab berib qo'g'lib o'tinglar. Chunki uning ko'zi yomon deganligi rivoyat qilingan. O'tgan danalardan ba'zilar tamoq yeganda malaylarining ko'zi tegib ketadi deb xavotirlanib, chakar malaylarining ularning boshlarida ichimliklarni ko'tarib qarab turishini yoqtirmaydi. O'zlari tamoq yeyishdan avval malaylarining qo'rsaqlarini to'yg'izishadi. Men bir kishini ko'rdimki, tamoq yeyotib, uning qo'lidagi luqma tushib ketgan edi. U beshini ko'tarib qaradi. Shundoq ko'rdiki, uning maliyi helaqa luqmaga tikilib qaragancha uni yegiz kelib tukurigini quruq yutib turadi. U kishi o'zi obdan yeb ichib, malaylarni tamoqdan qisadigan kishi edi. Shunga danalar yirtqushlarning ko'zi buningdami yomon deb qaraydi. Al-Jahiz bayon qilgan ahvollar kundalik turmushimizda ko'rilib turadigan osh kirib qolish yoki o't tutib qolish deb ataladigan bir xil ko'z tegishdir. Ko'z tegishning asosi yer yuzida bo'layotgan va bo'lg'usi har qanday ishning Alloh taolaning putishi va o'rinlashtirishi bilan bo'lganligi, Alloh taolo xohlagani bo'ladigan, xohlamagani bo'lmaydiganligi mu'minlarning aqidasidir. Lekin kam ko'zning ziyonkashligi ahli sunnat aqidasida Alloh taolaning ilohiy hikmatlari jumlasidan bo'lib, bu haqiqatga Qur'on Karim oyatlari shundaqla hadis shariflardan dalil keltirishga bo'ladi. Masalan, Yaqub alayhisalom o'g'illarini Misrga avatishdan ilgari ularga tapilab mundaq deydi:
Ey o'g'illarim, hammanglar bir darvozadan kirmay, boshqa darvozalardan kiringlar. Allohning qazosi oldida men sizlardan hech narsani daf qila olmayman. Hukm faqat Allohga xosdir. Allohga tavakkul qildim. Tavakkul qilguvchilar Allohga tavakkul qilsin dedi. Yusuf surasi 67-oyat. Yaqub alayhisalomning o'sha bu nasihatining sababi haqida ko'pchilik mufassirlar ata Yaqub alayhisalomning o'z o'g'illariga ko'z tegishdan ansirishidir deb qaragan. Chunki ular qadda qomatlik, kelishgan, kuchtungur 11 nafar ota bir o'g'il qarindosh edilar. Imom Qurtubiy deydiki, agar bu oyatning ko'rinishdagi ma'nosi mushu bo'lsa, bu ko'z tegishdan saqlanishga dalildir. Ko'z tegish bo'lsa, rost bar ishdir. Yana Alloh taolaning kafirlar Qur'onni anglagan chaqlarida sana bo'lgan dushmanligining qattiqligidan yomon ko'zlari bilan seni yiqitib o'tishga tas qaradi. Seni shubhasiz bir majnun deyishidi. Qalam surasi 51-oyat. degan oyatni mo'tabar mufassirlarning mutlaq ko'p qismi ko'z tegishning borligiga dalil qilgan. Jumladan Imom Ibn Kasir bu oyat nurg'un yo'llar bilan rivoyat qilingan hadislarga o'xshash kam ko'zning Allohning izni bilan tegadiganligining va uning rostli ta'sir qildiganligining dalilidir degan. Yuqorqi ikki oyat garchi ko'z tegishning borligiga dalil bo'lishi jihatda ehtimollik doirasida bo'lsa-mu, Imom Ibn Kasir degandek ko'z tegishning borligi nurg'un hadislar bilan keskin isbotlangandir. Bu borada tarixda ko'plab amaliy tajribalar naql qilingan va mo'tabar olimlarimizmi intayin ko'p bayonlarni qilgan. Ikki imomning Buxoriy va Muslim, Alloh ularga rahmat qilsin. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilishicha, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'z tegish haqdir degan. Rasulullohning navri inisi Ibn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, Allohning rasuli mundaq degan: ko'z tegish haqdir. Navoda taqdirning oldiga o'tib ketadigan bir narsa bo'ladigan bo'lsa edi, ko'z o'tib ketgan bo'ladi. Ko'z tekkan kishini davolash maqsadi bilan sizlardan kam ko'z egisidan g'usl qilib, ondan ishiltilgan suyini berish talab qilinsa, g'usl qilib suyinglarni beringlar degan. Imom Navaviy mazkur hadisni sharhlab mundaq deydi: demak, ko'z tegishning zini va uningdan boshqa yomonlik yoki yaxshiliklar faqatla Allohning taqdiri bilan yuz berdi. Bu hadis ko'z tegishning borligini va uning zinining ig'ir bo'lganligini isbotlaydi. Ibn Hajar mundaq deydi: biz qadarning oldiga o'tib keta oladigan darajada kuchli bir narsani bar deb qiyos qilishga tirishsak, u dal ko'z tegish bo'lgan bo'ladi. Albuki, u Rasul akram aytgandek, qadarning oldiga o'tib keta olmaydigan tursa, boshqasi qandoqmi o'ta olsin? Ko'z tegishning ilmiy izohati. O'tmishda g'arbliklar ko'zdan shay'larga ta'sir ko'rsatishini ko'z bilan kuzatganimi, tajriba qilganimi bo'lmaydigan ilm-fan doirasidan yiroq ruhiy hadislar qatorida deb qarag'achqa, bu haqda tuzuk to'xtalmagan. Faqat 1889-yilga kelganda Germaniyalik faylasuf va psixolog Maximilian de Sauer'ning boshlamchiligida bir turkum olimlar psixologiyadan halqib o'tib, parapsixologiya degan nom ostida tabiat usti hadislarni tadqiq qiladigan, g'oyibdan xabar olish, his tuyg'udan halqagan sezim qatorliq hadislarni tadqiq qiladigan ayrim bir ilmiy sohani o'ttirg'a qo'yib, uni telepatiya, ya'ni bir kishining o'y xayolini yoki yiroqda yuz bergan bir hadisini hissi, hech qanday vosita yo'q turib sezish, oldin bilish yoki oldin sezish va psixokinez, ya'ni ruhiy kuch orqali jismlarni yutkash qatorliq bir qancha turga ayirgan. Bulardan psixokinez ko'z tegishga eng yaqin turidir. Dastlabki chaq musulmon olim va tiyublar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadis shariflariga tayanib turib, ko'z tegishni rost bar deb qarag'achqa, ular bu vaqtda hali baldurlar intayin inchiklik bilan ko'z tutib sifatlagan hamda uning oldini olish va uni davolash chora-tadbirlarini o'ttirg'a qo'ygan. Buyuk mufassir, tibib va fizik Imom Faxruddin Ar-Razi ko'zning qanday ta'sir qildiganligi haqida mundaq deydi: ba'zi olimlarning qarashicha ko'zdan chiqqan nur kabi narsalar yarab ketgan shay'i yoki shaxsga tushadi va garchi ta'sir qilishi sal farqli bo'lsa-mu, shu shay'i yoki shaxsga xuddi hasharot chaqqanga yoki zaharga va yoki o'tga o'xshash ta'sir qiladi. Darvaqa, ba'zi kishilarga bir narsa yarab ketsa, u narsaga zo'qlanib, qattiq hasad bilan ichi to'limi tarlishib ketadi. Bu tarliq ruhning qalbga qamalishini keltirib chiqaradi. Natijada ruhda qizish paydo bo'ladi. Demak, tarliqdan qizigan ruh ko'z nurini qizitadi. Shul bois payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yomon ko'z egisini tahorat olishga, ko'z tekkuchini g'usl qilishga buyurgan. Yana ba'zilar bu xil ta'sir nuqul ruhdagi qizish yoki ko'z kabi badan a'zolari bilan bo'lishi notayin. Balki nafsi, ya'ni psixikalik holat sababidan bo'lishi mumkin. Misol uchun, bir shalni daq yerda qo'yib ustida bemalol mangalagan kishi o shalning ikki uchini egiz ikki tamg'a qo'yib qo'ysa, qo'rqqanidan bir qadami mangalmay qolishi mumkin. Yana kishi bir shaxsni o'ziga azor berdi deb bilsa, qalbida nafrat paydo bo'ladi. Mizoji qattiq qizib ketadi. Buning sababi dal psixikalik holatdir. Badanning harakatga o'tishimi yana shu psixikalik holat sabablikdir. Demak,
Psixikalik holatning badanga ta'sir qilishi isbotlangan ekan, ba'zi salbiy psixikalarning halqib o'tib, boshqa badanlarga ta'sir qilishini yiroq degili bo'lmaydi. Valhasil, nafsning boshqa badanga ta'sir qilishi aqlan mumkin ish demakdir. Yana nafslar tabiatan xilma-xil bo'lg'achqa, ba'zi nafslar bir jonliqni ko'rib ichidan zo'qlanganida uninga ta'sir qilishi aqlan mumkindir. Natija e'tibori bilan isbotlandiki, ko'z tegish bar ishdir. O'tmish zamonlardan buyangi tajribalarmi buni kuchlantirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning so'zlarimi buni ta'kidlagan bo'lg'achqa, uning yuz berishida shak qolmaydi degan. Buyuk mujtahid va teyib Imom Ibnul Qayyim aloqador qarashlarni bir qo'r bayon qilib, ko'z tegishda ta'sir qilguvchi omilning ruh ekanligini muayyanlashtirib mundaq deydi. Ba'zilar ko'z tekkizguchining ko'ngli nachar kayfiyatda bo'lganida ko'zidan bir tur zaharlik uchqon chachrab chiqib, qaralg'uchiga tutishida uning ziyon yetkazadi degan. Ba'zilar ba'zi kishilarning ko'zlaridan ko'z bilan ko'rinmaydigan bir xil nur chiqib, qaralg'uchiga tushib, uninga ziyon yetkazadi degan. Yana ba'zilar qarag'uchining ko'zidan qaralg'uchi tarafga bir uchqon yoki zahar va yoki ta'sir qilguvchi bir narsa chiqmasimi, tartinchoq va ziyoda hayoliq kishi o'zi tap tortadigan kishiga qaraganida yuzi qizirib ketadi. Qo'rqinish bosgan kishi o'zi qo'rqadigan kishiga qaraganida chiroyi o'ngib ketadi xolos deb qaragan. Bularning hammasida ta'sir qilguvchi omil ruh bo'lib, u ko'z bilan zich bog'langan bo'lg'achqa, tegish ko'zga nisbat berilgan. Ruhlarning tabiatlari, kuchlari, xususiyatlari va kayfiyatlari farqli bo'lib, hasadxo'rning ruhi hasad qiling'uchiga ko'rinarli azor beradigan holda bo'ladi. Bu sababdan Alloh taolo Falaq surasida elchisini uning sharridan panohlik tilashga buyurgan. Hasadxo'rning azorchiligi faqatla insoniy tabiatdan yo'qsillarla inkor qiladigan haqiqat bo'lib, u ko'z tegishning tub yildizi hisoblanadi. Chunki past va hasadxo'r nafs nachar kayfiyat vaqtida hasad qiling'uchiga ashu kayfiyat bilan ta'sir qiladi. Hasadxo'r ko'z go'yoki egisi tomonidan hasad qiling'uchiga qaratilib aytiladigan ya o'qiga o'xshash bo'lib, ba'zida tegidi, ba'zida tegmaydi. Qalqonsiz holdagi kishiga tegsa ta'sir qilmay qolmaydi. Imom Navaviy tiyiblarning ko'zdan ko'rinmaydigan bir xil nur chiqib, qaralgan kishiga tegishi va uning badaniga kirishi natijasida Alloh taolo bekitgan qonuniyat bo'yicha aloqat yuz berdi degandek qarashlarga mundaq to'liqlama berdi. Ahli sunnatning qarashi shuki, qarag'uchi qarag'anida Alloh taoloning o'rinlashtirishi bilan qaralg'uchiga ziyon yetkazadi. Alloh taoloning irodasi bilan bir shaxsga qarag'anida ziyon kelib chiqadi. Bu ziyon ko'rinmas nur bilan bo'lamdi yoki boshqacha bo'lamdi, bu aql qabul qiladigan ishdir. Bu ikkisining birini nazardan saqit qilib bo'lmaydi. Faqat shuni kesib aytish mumkinki, bu ta'sir albatta Allohning o'rinlashtirishidir. Shunga qaysi bir musulmon tebib ko'zdan ko'rinmas bir nur chiqadi deb kesib aytadi ekan, u jazman xatolashgan bo'ladi. Chunki uningsizmi ko'z tegish mumkin ishlar jumlasidandir. Ko'zning qaralg'uchiga qanday ta'sir qilishini yaqinqi zamon tili bilan mundaq izohlash mumkin. Ko'z elektromagnit radiatsiyasi orqali ko'ralaydi. Bu to'lqinlar nanometr o'lchami bilan o'lchanadi. Ko'z elektromagnit radiatsiyasini qabul qilgandan keyin to'lqinlar miyada tahlil qilinib, ko'rish vujudga chiqadi. Biroq inson ko'zi to'lqinlarni qabul qilish bilan qolmay, balki o'zi ko'rgan ashyolarning jismlarga ta'sir ko'rsatadigan elektromagnit radiatsiyasini avatalaydi. Germaniyalik fizik olimi Max Planck'ning tadqiqotlari shuni ko'rsatdi. U o'zining kvantum nazariyasida bayon qilishicha, elektromagnit radiatsiyasi ma'lum miqdorda energiyani so'mirib qolmasdan, balki uningdan ma'lum miqdorda energiya etilib chiqadi. Max Planck uni kvantum deb atagan bo'lib, u elektromagnit radiatsiyasi tarafidan so'miriladigan va uningdan etilib chiqadigan eng kichik miqdordagi energiya parchasidir. Unoqda ko'z qandoq tegadi? Hozirga qadar olib berilgan fizik tadqiqotlardan foydalanib, buni izohlashga urinib boqayli. İnsan ko'zi biror narsaga qarab zo'q olganda, elektromagnit radiatsiyasi tarkib topgan zararlarning odatdagi toki favqulodda o'rlab ketadi. Buni tuvallab tabiiy holatiga qaytish uchun elektromagnit radiatsiya zarracha elektronlari ortiq energiyani foton shaklida qo'yib beradi. Bu fotonlar hasadxo'rning ko'zidan hasad qiling'uchining badaniga tegishi bilan qarshi tarafning badani uni so'mirib oladi-da, hasadxo'rning yuqori tokidan aziyatga uchraydi. Hatto ko'z tekkuchi og'rib qolishi mumkin. Bu izoh ilgirki Faxru Razi va Ibnul Qayyim qatorliq musulmon olimlarning izohlariga mos keladi. Qandaqli bo'lmasin, ko'z tegishning haqiqat ekanligi eng sahih hadislar bilan isbotlangandir. Bu vaqtda kelgan hadislar mazmun jihatdan mutawatir darajasiga yetadi. Qur'on oyatlarimi buni quvvatlaydi. Xo'sh, biror kishiga ko'z tekkanligini qandaq bilalaymiz?
ilgari biror kishi bo'libmi chiroyli bir bola tuyuqsiz og'rib qolsa, biror chorva yoki biror aplik manqulat ko'rkam o'zimin talafot falokatga uchrab qolsa, tebib, ya'ni psixolog doktorlarmi buning ichida yoki baytar, mal doktori va yoki mutaxassis kishi ishning sababini bilolmay qolganida ko'pincha kuchli ehtimolda ko'z tegishdan bo'lgan degan hukmga boradi. Peshqadamlar buni tajriba asosida bilalaydi. Hozirgi doktorlar ko'z tegishni e'tirof qilmag'achqa, uni tibobat ilmidan yiroq tutgan va buni bilishning ilmiy o'lchimini o'ttirg'a qo'ymagan. Shunga hozir biz ma'lum bir ahvolni kesib ko'z tegishdan deb aytolmaymiz. Bu sababdan ko'z tegishdan oshirib o'tmasdan mudofaa ko'rish va to'g'ri davolanish usulini qo'llanishimiz kerak. Yomon ko'zdan mudofaa ko'rish usuli. Imom Ibn Qayyim ko'zdan mudofaa ko'rish usulini bayon qilgan bo'lib, uni tuvanda mundaq ixchamlash mumkin. Birinchi, atigini va oqshimi o'qiladigan duo va damidalarni, bo'libmi Falaq va Nas suralarini o'qib yurishni qo'ldan bermaslik intayin muhim. Bu kam ko'zga qarata qalqonni hosil qiladi. Ikkinchi, taqvodor bo'lishga tirishish va Alloh taolaning amr farmonlari va cheklamalariga rioya qilish. Uchinchi, hasadxo'rlarga qarata savrchan bo'lish. To'rtinchi, Allohga tavakkul qilish. Chunki tavakkul qilish bandalardan kiradigan haddidan ortiq zulm va aziyatga qarata eng kuchli tadbirdir. Beshinchi, ko'z tegishdan g'am yemaslik va o'y xiyoliga kelib olgan aman uni ko'nglidan chiqarib o'tish, uningdan qo'rqmaslik. Bu yomon ko'zdan saqlanishning eng unumli choralaridan biri. 6. Alloh taolaga yuzlanib Rabbiga ixlos qilish. Butun diqqat arzusi Allohning rizosi va yaxshi ko'rishini qozonish bo'lish. 7. Gunohlardan tavba qilish. Banda tavba qilib, ayib nuqsonlarni tuzatsa, Alloh taolo uni qo'g'daydi. 8. İmkaniyetining yetishicha sadaqa ihson qilish. Chunki sadaqa ihson baloni yeydi. Yomon ko'zdan va hasadxo'rning ziyonkashligidan saqlaydi. Shunlashqa odatda sadaqa ihson qilg'ishlarga yomon ko'z, hasad, ziyon yetkazolmaydi. 9. Hasadxo'rga xayr ihson qilish. Bu chora tadbirlarning eng qiyini bo'lib, hasadxo'r aziyat bergan sari uninga texmi ko'p yaxshilik qilish va uninga texmi kuyinish orqali hasad o'tini o'chirish mumkindir. 10. Yuqorqilarning hammasining jog'lanmasi va tub asosi tavhidni sog'lom va sap tutish. O'y fikrni jimi sabablarning egisi bo'lmish aziz va hakimzat Alloh taolaga qaratish. Hamma ish Allohning ilkida, foyda ziyon faqat Allohning ijozati bilan bo'ladi deb e'tiqod qilish. Banda tavhidni saplashtirganida qalbidan Allohdan boshqadan qo'rqish chiqib ketadi. Natijada Allohdan qo'rqadi. Atigini va oqshimi o'qiladigan duo va demetlar qatorida Alloh taoladan panoh tilash intayin muhim bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taoladan panoh tilanglar, chunki ko'z tegish haqdir degan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hasan va Husayn radhiyallohu anhumani panohlantirib mundaq deydi: Atanglar, ya'ni Ibrohim alayhisalom mushu duo bilan Ismoil bilan Ishoqni sag'indiratdi. Allohning butun fazilatli so'zlari bilan barliq shayton, zaharlik hasharat va yomon ko'zdan sag'inaman. Falaq va Nas suralarini o'qib o'rishmi Alloh taoladan panoh tilashning jumlasidan bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jinlardan va insonning ko'zidan panoh tilaydi. Falaq va Nas suralari nozil bo'lgandan keyin shu suralarni o'qib boshqa duolarni o'qimaydigan bo'lgan. Yana biror chiroyli narsani ko'rib zo'qlangan kishining u narsaga barakat tilishi, ko'z tegishining oldini olish chora tadbirlar qatoridan bo'lib, olimlarimiz undaq ahvolda barakat tilashni vojib deb qaragan. Sahil ibn Hunayf radhiyallohu anhuning o'g'li Abu Umama payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zamonida yuz bergan mundaq bir voqelikni bayon qildi. Atam Sahil ibn Hunayf Harar degan joyda g'usl qilmoqchi bo'lib, uchisidagi to'nini soldi. Amir ibn Rabi'a uninga qarab turadi. Dadamning terisi oppoq bo'lib, bakmo kelishgan odam edi. Amir ibn Rabi'a uni ko'rib, "Bugun hayotimda ajoyib bir kun bo'ldi. Qiz bolaning terisimi bundoq oq emas", dedi. Dadam shu joyda turibla og'rib qoldi. Ahvoli bargan sir ig'irlashib ketgachga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Sahil og'rib qoldi. Shunga siz bilan birga mangolmaydigan bo'ldi deb xabar yetkazildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam darhol uning qashig'i yo'qlab berdi. Dadam bo'lgan voqeani va Amirning so'zlarini aytib berdi. Buni anglagan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Nemishqa qarindishinglarni o'ldirsizlar? Buning o'rniga bir-biringlarga barakat tilasanglar bo'lmasmidi? Ko'z tegish haqiqatan bar ish. Ey Amir, uning uchun tahorat olib kelgin" dedi. Amir tahorat olib suyini uningga berdi. Shuning bilan atam hech ish bo'lmagandagla saqib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga yo'lini davomlashtirdi. Imom Qurtubiy mundaq deydi: "Biror narsadan zo'qlangan har qanday musulmonning barakat tilishi vojibdir. Chunki barakat tilansa ziyon cho'qim yo'q bo'ladi." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Amir radhiyallohu anhuga barakat tilasanglar bo'lmasmidi degan so'ziga qaramamsan.
Demak, bu hadis kishi barakat tilasa ko'zi tegmaydiganligini, aksicha bo'lganda ziyon yetkazadiganligini bildirdi. Barakat tilash fatabarakallohu ahsanul xoliqin. Eng mahir yaratquchi Alloh ulug'dir. Mu'minun surasi 14-oyat. Va ey Alloh, uninga barakat ato qilgan deyishdir. Buningga asosan kishi biror narsaga qarab nimadan zo'qlangan bo'lsa, shuni tilga ilib turib, masalan, ya Alloh, paloniga, palonining sihhatiga, ilmiga, o'g'liga, uyiga, mashinasiga, tijoratiga barakat ato qilgan degan tariqada barakat tilaydi. Yoki Qur'ondagi qissada bog' egisiga mu'min birodari tavsiya qilgandek, masha Allohu la quvvata illa billah. Allohning xolig'ini bo'ladi. Allohning yordami bo'lmasa, qo'limdan hech ish kelmaydi desimi bo'ladi. Ko'zdagi bo'lgandan keyin uni davolash. Bu xususda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday choralarni ko'rsatgan. Birinchi, oyat va hadislarda kelgan ko'rsatmalar bo'yicha shundaqla o'zi to'qigan bo'lsa-mu, mazmuni shariatga uyg'un, sog'lom duolarni qilib suflash. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'z tekkanga dam soldirishni buyurgan. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zavjasi Ummu Salama radhiyallohu anhaning uyida chiroyi o'ngib ketgan bir qizchaqni ko'rib, bu qizchaqqa dam soldiringlar, uniga ko'z tegibdi degan. Yana bir hadisda kelishicha, Jibril alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, "Ey Muhammad, og'rib qoldingmi?" deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ha deganida, Jibril alayhissalom "Bismillahi arqika min kulli shay'in yu'zika, min sharri kulli nafsin va ayni hasidin, bismillahi arqika, vallohu yashfika." Allohning nomi bilan sana dam salaman. Sana azor beradigan har qanday narsadan, har qanday nafsning yoki hasadxo'rning ko'zining sharridan panoh tilab, Allohning nomi bilan dam salaman. Alloh sana shifo bergay deb dam salib qo'ydi. Ikkinchi, yomon ko'z egisi tahorat ilib yoki g'usl qilib bersa, uning suyini ziyonga uchirg'uvchining ustiga to'kish yoki shu suvda g'usl qildirish. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'zi tekkan kishiga tahorat oldirib, ondan ko'z tekkan kishini shu tahorat suyida g'usl qilishga buyurdi. Ayşe radhiyallohu anhaning rivoyat qilishicha, ko'z egisini namozga olgandek tahorat ilishga, shu tahorat suyi bilan ko'z tekkan kishini g'usl qildirishga buyuriladi. Yuqorida bu haqda bir qancha hadis bayon qilindi. Ammo kimning ko'zi tekkanligi aniq bo'lmagan ahvolda duo, tamida va sadaqa bilan kifoyalansa bo'ladi. Ko'z egisining g'usl qilishining psixologik siri shuki, uningdan g'usl qilib berish talab qilinganida qarindishiga yetkazgan aziyati sababli vijdoni uni azoblaydi. Va hasad bilan ziyon yetkazilgan bo'lumsiz energiya bo'shliq foydali energiyaga o'zgaradi. Bu holat uning badaniga ta'sir qiladi va elektromagnit radiatsiyasining harorati normal holatga qaytadi. Buningga qo'shilib, bir oksigen atomi va ikki hidrogen atomidan tarkib topgan suv molekulasi o'z atrofida va o'zi ho'l qilgan badanning atrofida tiz aylanganida badandagi energiya muvozanati asliga keltiradi. Kamko'z kishi g'usl qilganida uningdan ziyonsiz elektromagnit radiatsiyasi chiqadi. U g'usl qilgan suv ko'z tekkan kishiga qo'yilganida bo'lishliq radiatsiya qizigan radiatsiyani o'chirdi. Buningdan ko'z tegishni davolashda nima uchun asal yoki zaytun yog'i emas, balki suvning tanlanganligining sababi oydinlashadi. Hamda nima uchun boshqa kishi emas, dal ko'zi tekkan kishining g'usl qilib berishining va g'usl suyini ko'z tekkan kishini davolashda ishlatishining sababi bo'lsa, 1922-yili fizik Nobel mukofotiga erishgan daniyalik olim Niels Bohrning muayyan bir badandan chiqqan elektromagnit radiatsiyasining uzunligi, sur'ati, energiya saviyasi va chastotasi boshqa badandan chiqqanlardan farqli bo'ladi degan tadqiqot yakuni javob berdi. Bu har bir insonga xos barmoq izi va tar purqi bo'lganiga o'xshaydi. Shunlashqa kamko'z kishining elektromagnit radiatsiyasi sababli ziyonga uchragan kishini boshqa birining emas, dal shu qarag'uvchining g'usl qilish orqali ziyonli tarafi tozlangan elektromagnit radiatsiyasining o'zi orqali davolag'ili bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yuqorida ko'z tegishining oldini olish va uni davolash ko'rsatmalari bo'lgandan keyin ko'z tegishdan ortiqcha ansirash hojatsiz. Uningdan ortiqcha ansiragan ahvolda tavakkul qilish bo'lmaganlikdan aqida langishib qoladi. Hamma baloyi musibat, og'riq siloq va kelishmasliklarni ko'z tegishdan ko'rilishmi oshirayotganlik bo'ladi. Buning ijtimoiy va psixik ta'siri ig'ir bo'ladi. Gohida sehr qilish, ko'zmunchoq asvelish qatorliqlarga o'xshagan shirik va cho'ng gunohlarga olib boradi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam navralari Hasan va Husayn radhiyallohu anhularni ko'z tegishdan panohlantirdi-yu, ularni kishilar bor yerga birga olib chiqatdi. Bizmi duo zikrlar bilan o'zimizni va farzandlarimizni qo'g'dab Allohga tavakkul qilib yashayverishimiz kerak. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh.